Xalqlarımızın köpünçüleri bu dini ilim, fenni ilim okusa o savap olmaydıgan. Şunun için keş Kur'an okuş, hadis yadlaş, fiqh yadlaş bilen günni ötküzdigan muşundaq özü näsige ekirip elip o Kur'an-ı Kerimdeki her qandaq ilimni okusu boldiganlyk sahasideki bu bunun özünü buzup, onun dairesini tarlaştırıp Allah Taala belgilep bergen çigirini men qaydasızıyma dep onun özünü qaydasızıp, onu tarlaştırıp, belki milletniki beşini qaymıqtırıp, ma ilimni okusan yamanbek savap boludu. Kıyamet günü sen özü 70 puştunga özü nim qila alaysa, şefaat qila alaysa, cennet kirip ketse, ah gökde oturup, mani okusan günah boludu, ya olmaydı, savap bolmaydı. Ya savap bolsun, bek az savap boludu degендek muşundaq neçe xil petvalını beriş arqılık milletni qaymıqtırıp atqan muşundaq işlar bar. Bu nəhayət ağır bir əmdə millət qılınğan zulüm hem. Mana həyatqa vaxtıda. Bu ilim sahasındakı zulüm bizde yaman uzun bir zamanını öz içine aldı. Misal, muş qarxanlarındaki ahırqı dəvrlərdə nim qılınğan ya olmaydı. Muşu Emir Tümürniki zamanlar deyimiz, aşı zamanlığa doğru keldiğan bir vaxtıldı mı? Muşu kitap nimqa vaxtıda bir alimlik xası Navai dep mi? Şunda bir anladım hem daşının özüne. Elik isimde qalmaptı. Şu lügatның özüne resim bilen misal. Tuğunu resmini sızgan bolsa, bir Xorazniki resmini sızgan bolsa, tacının üstüge o tacısını şu vaxt nimdeydi? Putun nimdeydi? Putnuga pencillerini nimdeydi? Kanatını nimdeydi? Quyruqları nimdeydi? Tumşuğun nimdeydi? Hemmisinin özünü şunun nimsigi ma Avrupalıqını hazıralqı ballığa ögütüqan kitap açtaq şu nesrindeyim ma o nimede o Yesli'de ballığa açtaq söretli kitapını verdi. Begendekin ballı açının qarab nimqandekin o şu balı qaraydigan kişiler er olsun ayal olsun ma tuğuniki tumşuğu ma közü dep aşağıda ögütüdü hem onun xatti yeziklik oldu. Misalda kördü bir tarafını kallasa söretini alıdı, yeni bir tarafını közü öyle nima uniki közü öyle xatni okuydu tili bilen avazını kulak anlaydı. Bu üç taraftan akallığı nim kaçılandı. Kaçılanğandan keyin bunun da ögünüş süret tiz oldu. Hem şu vaqtda bizniki ajdodlarimizning ichidan bir tal buğdayning özünü resmini sızıp, ma buğdayning danisi, ma buğdayniki, ma nimisi elqi posti, ma g'uli degandek narsaning hammasini shu yerga andaq nim qilib, misol dal daraxtni tatib, o'simlik, kichilik, shu jonliqlarniki rasmlari qurt qo'ng'izning ayndaq sizib o'zini kuchini yeyish. Ashunday qilgan vaqtidan o'zida ashining o'zinimi Muşu resim sizişinin özünün haram ekanligi to'g'riliq fatvo chiqarib shu kitobning o'zini tamoman ko'ydirib yo'q qilib atganligi hikoyasini anglagandim-da men. Shunchalik o'zi echingandim-da. Demek ilimni aşı darajada monopol qilib oliqliq, ilimning chegarasini tamoman buzib tashlab, o'zi bir kichik bir doiraga o'ziniki kichik kallasi bilan kichik bir doiraga shundaq o'zi solab o ilimning o'zini millatni shundaq o'zi nihoyatda hech nimaga intilmaydigan, intilgil qo'ymaydigan shundaq bir holatni shakllantirib olgan. Shuning uchun bu halqi ilm sohasida bu nihoyatda chegara kichiklab ketgan millat ta hozirgachilik 21-asrda yashayapmiz. Hozirgachilik taratib farizni saqal qo'ysa bo'ladi, bo'lmamdi, namoz qancha rakat nafl namoz o'qisa savob bo'ladimi? Mushu sohatdan chiqib bo'laman. 1400 yildan birisi mushu sohatdan chiqib bo'lamoqliq. Boshqa millat degan vaqtda ma dunyoni bitirib, hozir boshqa planetlarga chiqish uchun harakat qilayotganda, nurg'un davlatlar boshqa planetlarni bir narsa izlayotdi. Osmon bo'shlig'ida nima ish qila olamiz? Bu sohada izlanayotsa, bizning insonlar cho'disi qo'ngimizni biz o'ng tarafni yursak bo'lamdi, so'l tarafdimi deb mushuni izlab saqal qo'ysak qanday bo'ladi? Tarafni putimizni masih qilsak bo'ladi, bo'lmaydi. Mushunidan chiqolmay shundaq o'zi. Mushuni ham ilm deb hozirgi vaqtda insonlarning beshini qaydirayotgan shundaq ishlar. Buni bir qatim anglashib bo'ldigan narsa.
Davamlıq şu nim qıldığını palana suydik tigip qalsa nime kirgençe, qabri kirgençe andaq azap oldu, mandaq azap oldu. Bu insanı bu dünya tuğulğanğa min dat tügüzüp Toğulup bir 10 yaş kirip boğacak o balının özünü anıqsan dözak kirsin, manıqsan qabrda andaq azap oldu, manıqsan mandaq oldu, ilan çaqıd, çayan çaqıd dep toğulan min pişman qıldıradigan muyndaq bir özü muyndaq geplarni qiladi da. Bu özü naati eğir hamda ilimde bo'lgan naati eğir bir hamda buzg'unchilik hamda. Alloh taolo belgilagan belgilimini tamamen vayron qiladi. İnsanlar özü kerek bo'lgan jamiyatida, ya'ni jamiyatga muvofiq holatda muvofiq keladigan ilmlarni yoki jamiyatdagi masalalarni hal qiladigan ilmlarni o'qish u shu zamondagi insonlarniki majburiyati bo'lib hisoblanadi. Masalan, hozirgi vaqtda bizniki avlodlarimiz, masalan, bizning bolajaqlarimiz hozirgi zamondagi eng yaxshi ilmlarni o'qish kerak. Ne görüp okumaylı? Ya Avrupa'ya gelen de Amerika'ya varamız zaten. Ya Japonya'ya kandak yegi varsa şundak yaxşı ilimni okuş gerek. Ama oku dese, balını okuduğun dese berip ne var dese Türkiye'ye apırdı, ya Mısır'a apırdı, ya Pakistan'a apırdı. Şunu uyardaki Ezher Üniversitesi bu deydi aşındak özü Kur'an yadlaydıgan ya komaydı. Kur'an tercüm kıldığı aşağıya apırıp okudu balını özü. Ya Kur'an degende 10 ming adamning ya 100 ming adamning için 2 adam tercüme qilsa bo'ldi. O hamma adam Kur'an tercüme qilishga nima kerak va? Misolda. Sen namozingni o'qi, Xudoning bor birligiga ishon, payg'ambarga, kitoblarga, farishtalarga, oxiratga ishon. Tartinib namoz o'qig'ini o'zi hozirgi zamondagi bilimlarni o'rganishing keraksan. Turkiyaga borsak hammasi shu nimaga halqi nima maktabni aytdi? İlahiyatmi? İlahiyat. He. Aşının özüge bəduq. Dep ay mektep qoyasımı aşı undaq ilahi yakınmaydı aşı bir dini sahadik bir eğiz gep arlaşmağan bir mektep olsa o bulmaydı da. Aşındaq yegi beriş gerek. Şu özü evcep ketiklik. Dahi onun özünü az dep o balını Etigerligi onun kapırdı, tüşküçülük o bal dersini tüketkendekin o dersini tekrar kılım koymay apırıp söre apırıp aydı. Mollamı tutkuzdan gep keşke Kur'an yadılap gildin şu balının özü oltırdıgan gep. Ertesi mektep koyganca da malımın aldı uxlaydıgan gep. Bu bundak mı? Xitaydan ötketken bir zulümün özünü o ballığa atan oğa adam kılık hazırlık vaxtıda. O bundak mı zulüm bolam dünyada? Demek bu yerde ne mi diye vaxtıda? Allah Taala belgilegen hududning o'zini buzgan vaqtda o'zimizga atrofimiz insonlar qanchalik o'z zulmlarni qildiganligimizni his qilsak bo'ldi. Shuning uchun bu yerda ba'zi vaqt deb solamiz shunday gapning o'zini demsak bo'lmaydi. Buni biz shu hozirgi zamondami tushunmagan bo'lsak, biz aslo tushunolmaymiz degan gap endi. Butun dunyo oldiga qarab shunchalik ilgirlab hozir ketayotgan bu jahonning o'zida bizcha desa 1400 yıl burunqi işinin özünü ta hazırgıçlık söylep yürüşünün özü bu qanchalik öz ağır qalğanlığımızı bildirgan narsa. Yani bizdeki nurgun insanlarımız var, nima sebepten? Mesela muş g'arb davlatları kes nima sebepten öğrenolmaydı bu şeyge. Degan vaqtda bu yerda ikki nokta var. Eng muhim noktadan ikki nokta var. Birinchi nokta bularning o'qigan narsasi bu yerdagi bu g'arb davlatlarga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni g'arb davlatlariga to'g'ri kelmaydi deyishimizda, g'arb davlatlariga bu taraqqiyot va kazoning o'zi o odamni kallasiga sig'maydi. O odamlar 1400 yil burunqi zamonga loyiq tarbiyalangan bo'lg'achqa, ash zamon tushayki, hozirgi zamonga o'ziga uyg'un emas, yoki bo'lmaydi. O'z xato kelib qolgan, yoki bo'lmaydi, o'z yoqtirmaydigan bir yer kelib qolgandek, shunday his qildi. İkinci tarafı degan vaqtda ikkinchi tarafi yolg'on gap qildigan, kazzoblik qildigan, ashundaq o'z aldamchilik qildigan bir yer cho'ng'olganligi uchun bu yerga aldamchilik oqmaydi. Yolg'on gap oqmaydi. Shuning bilan u yolg'on gap qilinmagandan keyin nimada ko'rgan biz shu bu go'yilniki bir tal tukunish ulsaqma hisob deb o'tirib o'sha yerda u bu do'konlardan
o'g'illik qilib ashtaq yurgan odamlar borda shu Norvegiyada. Ashunga o'xshash o'ziga o'z dushman paydo qilib, boshqalarni bekordan bekor dushman tutadigan bunday ishlarning o'zini nima ish qilgan vaqtda o'ziniki e'tiqodi to'g'ri kelmaydi, o'zining ilmi to'g'ri kelmaydi, o'ziniki saviyasiga, ya'ni madaniyat saviyasiga to'g'ri kelmaydigan bir yer kelib qolganligi uchun u madaniyat saviyasi yomon to'van. Bu yaniki hayvonlarning biladi unchalik narsaning o'zini turdi, mangdigan hali adab axloqliq yendi mağdan küçüküm bu yerda adamni yugurib berib tishlaydigan kuchim yo'q bu yerda. Aşındaq olgandan aşı seviye bilan andakin insonlarga zulm qiladigan, insonlarniki narsalarga behodda hujum qiladigan bunday ishlar mavjudlik. U faqat bizda emas. Bütün musulmonlarning hammasida g'arb davlatlariga chiqqan musulmonlarning hammasida o'xshash. Boshda o'lmasa qo'shib ketadi. Misolda başta ölmeyi müşahede öz amalının beriçe tıkıştırıp bir nəs qıvasa ona ait hoş öpkedidi de. Bu işlik iş qandaq kerek yok mandajitqa vaqtida. Şoňa hudud degenin özde biz şu Qur'an-ı Kerim belgilegen insonligimizga samimi buluş, adaletke samimi buluş bu naiti çoğ bir mesele. Zamanımızga samimi buluşumuz lazım. Zamanımızga samimi bolgan vaqtida zamanımızga layık ilimlerni öğrenişke ehmiyet verimiz. Şu vaqtida zamanga layık adam bola alaymiz, başka insanlar bilan beraber yaşaya alaymiz. Şoň bilen cemiyetni aqıtqa qammagan bolamiz. Cemiyetni aqıtqa qalgan bu dünýäden zerkip, tizarak o dünýäge kelsek, cennet kirsek, şu cennetde şöyle bolsa, aşnalar birge yaşap alsak dep şu quruq tushlik ko'rib lekin bu dunyoni o'tgan gap. Shuning uchun bu yerda ilmni monopol qilish, ilmniki chegarasini buzish va uni monopol qilish nihoyatda og'ir bir jinoyat mana bu vaqtda. Shunga bu ilmning doirasiga chegarani o'zimiz tizmasligimiz lozim. Uni Alloh taolo belgilagan bu chegaraga hurmat qilishimiz lozim. Ilmni har qandigini o'qish va uni to'g'ri yo'lda ishlatish bu Alloh taolo belgilagan bir chegara. Bunun sırtıga çıkıp, onun özünü andaq ilim, mandaq ilim dep oturup, onu türge arıp, milletimizni ilimden jiraklaştırgan bundaq işlerini qilish, bu cinayet mana aytgan vaqtida. Qur'an-ı Kerimdeki Allah'ın belgilemesiga xiyonat qilganlik, bu qiyomatda Allah'ın aldı hesap bergan bir çoğ bir iş. Şunun için bu ilim sahasida, axloq sahasida nəhayət diqqət qilishimiz lazım. Qur'an-ı Kerimdə nurg'ulgan axloqlar bayon qilindi. Bayatın degan söz ildimi? Yalğan sözlər, böhtan çaplaş, va kaza, o'g'illik qilish hamma ishning o'zini axloq yetadigan narsa. İnsanlıqniki chegarasini buzgan vaqtda u narsalarimiz buzildigan gap, yoki boshqa odamlarga axloqsizlik qildigan gap, boshqa odamga haqorat qildigan gap, boshqasiniki mol dunyosini o'g'irlaydigan gap. Shu vaqtda boshqa insonlarga zulm qildigan gap. Kıyamet günü onunki zulme özü qaytadi ekan. Şoňa bu ýerde Qur'an-ı Kerimdeki aşu yuqorqy ayetindeki ve men yeta'adda hududallahi faqat zalama nafsa ve men yeta'adda hududallahi fa ulaykumuz zalimun degan şu ayetindeki mazmunu asasen Allah Taala belgilegen çigiranyň özüge yaxşı diqqat qilishimiz lazım. Bu ýani buzmaslygymyz lazım. Buzuş u ýerdeki Kur'an'da her nersini düşünüşke bir daire siz koygan Allah Teala. Muş daire içi düşünsen bolu dep de. Kallımızı kelgençe düşünüş doğru emas degan gap. Bu nima uchun degan vaqtda şu dairenin sirtiga chiqding mi? Sen hech nimaga ega olmaysan. Nurg'un odamlar bor. Qur'on insonning tafakkurini cheklaydi deydi. Lekin Qur'on tafakkur qiling deydi. Ammo tafakkur qilgan vaqtida sen o tefekkürünü hata kılan hemen o tefekkür dairesini çıksa, çigrani bozsa o vaxtda özü cinayet şekilde. Şunun için Allah Teala tefekkür kılanlar ama o tefekkürünün özünü doğru şekilde kılış lazım. Onun üstügümü Allah Teala yana bir nersi muşu rast etsenler onun hüccet keltirinler deydi. Tefekkür kıldım dep qalaymakan kılıylıyorgan nersi emas. Bir nersini mena tefekkür kıldım muş doğru ki degan vaqtda onun delil ispatlarını yeni koyuş lazım. İnsanların qayıl kılalaydigan, emniyetke uygun,
Bundaq delil isbatni o'tirib qo'ya olsak, u vaqt bo'lgan narsa. Shuning uchun bu yerda her sohadagi Alloh taolo belgilagan chegaraga diqqat qilish va shu chegara ichida harakat qilish, chegarani buzmaslik bu nihoyatda o'zi to'g'ri bir ish, o'ziga ham boshqalarga zulm keltirmaydigan bir ish. Agar uning o'zini monopol qilib olsak, o'zimizniki qayoshi bo'yicha bu vaqtda tamamen o'zi o'zimiz va atrofdagi insonlarga ziyon solamiz shu vaqtda. Nima? Allah razı olsun. Bu şu köklem.net deb bir torba etyapti o'z vaqtida shu 2012 shu vaqtida 2010-yillar ham shu Turkiya o'quvchilar kelib ketgan vaqtlar şu yana biz şu Kur'an merkezlik tadqiqotimizni, bu işlerimizni başlagan mezgillerde şehir yazıştık da şehirde bir qayrindishimiz ham hozir doktor oldimki bilmayman ilahiyat şu. Misrda o'qigan shu 10 ming 20 ming odamning ichidagi birisida eng oldidagi odamlarniki o'g'landi shu. İsmini demay berdi shu. Shu qarindishimiz bilan yazishyaptimizda o deydi ki Kur'an'ı bilgen adam alim emas. Hadisni bilgen adam hakiki alim dedi şu. Neymiş ki adam sorsam? Çünkü Kur'an'daki ayetler çeklik, hadis çeksiz. Karısılar mı için? Muşu kallı bilen de bular şu ezherde okuganlarının kallısı muşam şu. Doğru. Çünkü hadis çeksiz oğaşka, çeksiz bilimini bilgen adam hem de katı alim bulduğun okşaydı. Şu hazır devatkanımız boyunca chekni oshgandan misol Qur'on butun hamma narsaga chegara bekitib, hammasini mundaq o'zi mushu bo'yicha qilsanglar bo'ldi deb bir men mukammal bir holatda bir dinni sizlarga berdim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islom dina degan mush oyat bilan Alloh taolo xuloslab mukammal bir dinning o'zini bizga berganlik haqida bayonot berdi. Endi buning o'zini mukammal emas deb bu o'z hamma narsaga yetarli bo'lmaydi deb boshqa narsaga chiqib qilganlik Alloh taolo belgilagan chegarani buzganlik deb hisoblandi bir. Ikkinchi birisi bu odamlar hech qanday bir masalani hal qila olmaydi hozirgi vaqtda. Misol, o'sha odamlardan o'g'rining jazosi nima degan vaqtda deydigan gapi qo'lni kesish deydi. Tamam. Amanna ve saddaqna deyli. Endi bulangçıniki hükmü nima? Bulangçı qanday hüküm berimiz degan vaqtda u bulangçıga hüküm topolmaydi. Şunu nim qildi degan vaqtda fiqida an debdi, falan mazhab man debdi, pustan olim man debdi deydi. Sen va Qur'ondan bir tal delilni akib turib, mani sen nima qilib bera? Ma javob bera desa, javob beramaydi. Chunki Qur'oni Karimda jinoyatning turlarini jinoyatni qancha turga bo'lgan Qur'on. Misolda, shuning asosini turib, buni qanday qaysi turdagi jinoyat hisobiga kirdirdi Qur'on, uning qanday javob chiqdi. Buning prinsiplarini bilmaydi, o'rganmagan. Misolda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida cheksiz narsani o'qib olish orqali berilgan javobimi mesela shunday cheksiz narsani o'qib olganlik uchun deydi. U kitob qarasa, uning javobi mandaq turgan, qora turgan, ma kitob qarasa oq turgan, ani qarasa yeshil turgan, mani qarasa ko'k turgan deydi. Shunday har xil shakldagi, har xil rangdagi shunday o'zi javoblar bo'lgandan keyin u vaqtda bizning uyga 2000 qanchalik keldiki, Mahsum bilan Abduxoliq Qarim kelgan vaqt edi. Abdukim Mahsum bilan Norvegiyaga uyga. Shu uy elish haqida savol tushgan vaqtida kitob nima, shu nimani kompyuterni ochib, shundan ikki xil javob bor ekan, buni qasin deymiz mayli deb ikki maslahatlashgan gapchi edi. Xo'jinda dasmi jiqqo
qasını nima qilsak bo'ldi deb bunday qarab mayaga mo'shin desak to'g'ri bo'larmiki deb o'zini kallasida hech narsa yo'q. Ayni xat deb qo'ygan narsani to'rtal narsani yig'ib kelgan gap. Mo'shini qasını desak bo'ldi deb ayda ashini deb ashini nima qildi endi. Hem aşı adamın var özüne mana şetqa vaqtda olim deydi endi. Sen onu qarşı ayetga ya qarşı delil asasen onu deyse, onu bilmeklik. Bunu falana olim manda depti. Muş olimligini deylimi? Ya pustan olim bunu manda deptiki, bunu muşun deylimi? Dep Qarzaoyiniki Yevropadaki yaşayotgan musulmonlar şu yerdeki bankını qarzalab, öy as boludu dep bir fatva chiqqanki, yenbesi yo'q öy as bo'lmaydi, u yerda üsüm haram degan narsa borki, qasın deymiz degan gap. Uning delil qayaga, asos nega tutishidi? Avu Qur'ondagi qas oyatni delil qildi, avu Qur'ondagi yenbi molla bu qas oyatni delil qildi. Adamniki o'qigan narsani shu vaqtda shuni qarta, ashning o'zini ajratib to'g'ri, ma'ni o'zi to'g'riki, ma xato deyolmagan gapda. Ay gapirib, bozorga alqi sesib ketgan shaptillar saq bir shaptilni apirib, va qasni qancha pul sotamiz degan bir gap bo'ldi edi. Yani bizga aşı Norvegiyaga berib deyotgan gaplar aşı oldu. Misal. Sen u yerda deydigan narsang nemiz? Amataxun nim deb, semtaxun nim deb emas. Qur'onga asosan bu qanday bo'ladi? Bu hukm sen Qur'onga asosan chiqarsan. Qur'onda onun maxsus prinsiplar var misal. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtda Qur'onni shuning uchun har sohadagi prinsiplarni tadqiq qilish lozim. U jiq narsa emas. Qur'on degan 300 varaq bir kitob, cho'ng-cho'ng, undagi xatlar o bir kunda o o'qisa, shu bir kunda o'qiyotgan bo'lgan bir kitob mana shu vaqtda. Aytganligi bir yil tutsa bomdod namozidan keyin xutbagacha o'qib tugatib oldi. Hamda shunchalik bir kichik kitob bo'lgandan keyin bir yil vaqtini chiqarib, mana tadqiq qilib chiqsa, hozirgi vaqtda uning yordamlashadigan nurg'un olimlarniki nimalari bor. O'ngayla o ishni hal qiladi misolda. Biz onu Qur'onni ashunda nimqa vaqtida bizga yordam qiladigan bir miya yo'qdi. Shaxsan menga. Men e'tiqod jihati yolg'iz yashagan bir odam hayotimda. Keyingi vaqtda shu 5 to'g'ri qarindishimiz u bu shu bir qancha og'inlarimiz bilan do'stluq yurib herhalde biraz g'ayriblikdan qutuldik deyli. Bo'lmasa bu e'tiqodda tamamen ashlar yolg'iz yashagan bir odamman hayotimda. O Qur'on tadqiq qilib qilgandan keyin hozirgi din bilan shu an'anaviy din bilan Qur'on ko'rsatgan din ayrimli bir narsa chiqdi. Chiqqandan keyin u dinning o'zi xuddi payg'ambar alayhisalom zamoniga o'xshaydi. Payg'ambar alayhisalom zamonida Qur'oni Karimni Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga tushirgandan keyin u Qur'ondagi o e'tiqod, o ahkam, o ibodatni qarasa, u Makka mushriklar qilayotgan narsaga tamoman o'zi o'xshamaydigan bir narsa o'tirib chiqqan gap. Sonra payg'ambar alayhisalom yo'q, o din andiq emas, mandaq degandan keyin yolg'iz qolgan gapda, shu yerda yolg'iz e'tiqod bilan yashaydan bir mazgilamda. Undan keyin o'zi 6-5 odam iymon keltirdi, payg'ambar alayhisalom atroflarida piqrov yurishini bilan o'zi yolg'izlikdan qutuldi biroz o'sma. Ammo bu yerda ashunda bu halqi Qur'ondagi, ya'ni bu halqi dindagi narsalar, shuning uchun bu yerda bizniki hozir da'vatqinimiz nima desa, her qanday bir narsani so'zlagan vaqtida, uniki tagida, diniy sohada so'zlagan vaqtida, uning tagida Qur'onning bir tal oyat bo'lishi lozim. Qur'onda bir tal oyat bo'lishi lozim, shuning asosan so'zlagan bo'lishi lozim. Yani hadisning o'zidimi hadisniki sahihsi o'si bo'lamdi, yo qandaqligini e'tirof qilamiz deydigan manda gaplar bo'ldi ekan. O hadisniki ma sahihsi bo'lamdi, g'ayri bo'lamdi, mufrad bo'lamdi, zaif bo'lamdi, bizning hech qanday ishimiz yo'q uning bilan. Qur'on to'g'ri kelsa to'g'ri deymiz, xolos. To'g'ri kelmasa xato deymiz, bu qadar. Yani o'zi o'ng'ayli bir narsa. Ammo to'g'ri bo'lishi bilan asla uniki dinning asosi bo'lganligini dinning asosi deb hisoblamaymiz. To'g'ri bo'lgan bo'lsa, ash hadis mush Qur'onning mush oyatiga to'g'ri keldi deymiz. Ammo payg'ambar alayhisalom ashuna debdiki, debmi men unda qaramayman shaxsan. Nima uchun degan vaqtda
Peygamber Yeni aleyhisselam şu hadisin degenligi doğruluk mening işençim yok yani. mesela Kur'an'da sözlegilik ama Kur'an'dan Kur'an'ın ayetin okup duru ayette burmulap onunkin bizge hüküm kesiklikde ma bazıları işte haddini bilmeydi Allah için. Nebi bilen Resul degenin payını deppedise o Kur'an'daki payını demeydi özür tokup çıkan özünün hurabi dini, sünni yasavagan dindeki özünün menisi koyup koygan aşı boyunca nime kıladi değil mi? Aşı boyunca nime kıladi? Nebi Resul ne? Payını ağaç etmeyle peygamber deplam tercüme kılıp işkidan ufkum, okşamayla ufkumni iki putumuzni bir uytaka tiqimiz. Şunun bilan yo'lmaganmaymiz. Hem o'zimizga zulm qilamiz, hem boshqalarga zulm qilamiz. Haddini bilmaganlikda. Masalan, anaqa bayatın sizlar dep ketdilar. Ele qabr azobi to'g'riliq bir hadis bor-ku, nihoyatda dangliq. Shu hadis nima masalan, shu qabrdagilar bek niqib ketdi deb bir shahni daraxtni shayxini deb bilan cho'qib qo'yib, endi bu biroz aram topdi degan voqelik bilan o nima qildi? Shuningdimi shu qabri azobi deganni boshqalarga tanish uchun o'ydirilgan hadisda bu. Hozir men mushu oddiy kallam bilan men sizda o'qimagan. Mushu oddiy kallam bilan men o'zimning haddini bilgachga, o'zimning Allohdan qo'yib bergan chegarasini, haddimni bilish uchun men Qur'onga qarayman-da. Qur'onga qarasak, tarat ilishda bizniki o cinsi a'zolarni yuvish to'g'ri gap yo'q, shundaymi? Yuzi, qo'limiz, beshimizni mas qilamiz, yo putimizni mas qilib yuvimiz, qarashli bormi shu? Oyatdagi nimaga qarasak, shular bor. Ammo istinjo to'g'riliq gap yo'q u yerda. Shundaymi? Agar haqiqatan shunday bir suduk yoki aynan bir narsa bu bizim ibadet qilishimizga, namoz o'qishimizga to'sqinlik qilgan yoki tahoratning ichini doirasiga kirib ketgan bir ish bo'lgan bo'lsa, o boshqa. Ammo o anaqa bir suydik temib ketgachga ya tupaylidim shunda bo'ldi deb deyishni o'zi Qur'ondagi anaqa tahorat oyatidan chiqmaydi-da bu narsa uchun. Men hozir men yolg'on u. O qabr azobi bo'lishimi yolg'on? O suydukninki tugib ketishi bilan nima qilishimi o Qur'onning oyatiga zid u doira kelmaydi deb hukm qila olmayman men. Chunki men chegirini bilaman-da, Allohning qo'ygan chegarasi. Shunga siz degandek bakishchiq vaqtimiz ketmaydi bu. Qur'onda 6236 oyat bor. Va bizning mollalar hozir kelguncha 6666 deydi-da. Shu sonni bilmaydi. Onun içinde fakat bizni bağlaydıgan hüküm ayetlerimi bekçek emas hem düşün. Eşip gelsin 500 bar hem düşün. Kağalları asasen ahlakka dair, asasen bu peygamberlerin kıssasına dair, Allah'ınki nimisi dair, şerik keltürmesi dair, bu şunda nimeler değil mi düşün? Şu Kur'an'ı tuluq başına okup çıkaydısın, ben temşap çıkaydısın, 48 saat yani. 48 saatin bolsa, tügeydi ya o Kur'an. Eğer bek vaktin kısvası, hodunu işki gisep kıyap, anlasan 24 saat tügeydi. Bir hayatında bir ketim okumusan, sen onu tinşimisan, o doğruluk bir bilimge ilgi olmasan, daim seninki çigranda Allah belirlemezsin, başka adamlar belirlep bir. Şu dini, üzerine dini otorite, bizden ağzımızı kara, Kur'an'dan anlap, ügün olduğun din emez bu. Kur'an'ı düşünmen deyiş mümkün emez. Bu depşim. Ayında aldı. Onu dekinden, menin ağzıma karaysa dep, burnundan çülük ötküzgen, öküzge okşaş, bizden hitilap mağırgan gepti. Şoňa çigirany, çigira, mesela
kader her bir narsa ölçem bilen yaratıldı deydi Allah. Hmm. Aşkı özümü bir ölçem. Aşkı bir çigra şundak bu. Şu Doğru. çigrani gün gel. Bu ilim pen degan narsa mı şu başka narsa emas. Şu çigrasını Hmm. bilgendeki bir narsalarniki şeylerning, moddalarning, fizikning qanuniyati onun bir çigra şundak bu. Hmm. Ben rangninki nimelere tonları yakışı, nimelere işkılıp onunki bize nimesi var? Atomlarınki, moleküllarınki, hemmesininki özünün bir çigrası var. Şu çigrasını bilsek, onun dinkin o bilimge ilgi olgan bolumuzda. Doğru. Hech qanday chegara bo'lmasa undan shu haddimizni oshirgan gapda bu. Doğru. Ahmetjon birodarning savoli bormiki bo'lmasa meningki boshqa bir tag'oq sag'adak ya yo'q sizlar. Hmm. Hem de hazır ma o hazır 90 kaç 92. ders oldum ma o. 92 oldu. Mukaddimni qo'shgancha 93 ders oldu. Hmm. Xudoyim bo'lsa yana bir 100'gü baramdı barmamdı bilmeyme. Ama şu bir xulos sifatida Qur'onning Qur'onning tushish maqsadini bir yana bir qatim bir so'zlab o'tsak, ondan keyin biz mushu 90 necha qism darsni nima uchun so'zlaganligimizni bir qatim o'ttirdi, bir qatim so'zladik. Yana bir qatim bir xalqqa nimani so'zladik va nima uchun so'zladik mushu darsning o'zini. Bizning beshimiz ishib qilib so'zladikmi? Mushuning o'zini bir dars qilib o'tsak, undan keyin Qur'ondagi iymon bilan an'anaviy iymon o'rtasida, Qur'ondagi islom bilan an'anaviy islom o'rtasida, Qur'onga asosan shariat bilan an'anaviy shariat o'rtasidagi farqlarni, undan keyin an'anaviy dinniki bizga solgan ziyni bilan zinni nima qilib, undan keyin Qur'onniki bizga agar Qur'onga biz ergashgan vaqtida uniki bizga qanday foydalarni yetkazganligi haqida to'xtalib, shuning bilan bu Qur'ondan nazar programmasiniki yani oraliqda bir ikki dars chiqib qolsa qala, shuning bilan nima qilib, shu Qur'onga yo'tkalsak degan bir nimada turyapman. Chunki Qur'onniki men asosan tarjima qilib bir yerga bordim. Tugdi endi uni tahrirlab ketyapman. Her qatimda bir mesela Sura Fatiha'dek bir nimaning o'zini masalan birinchi qatim Sura Fatihani bir nima qilsakmi, ondan keyin Baqarniki nima o shu bir yerda hammasi bozordik. Qanday bo'lgan chog'da inson mu'min bo'lgan bo'ladi, qanday bo'lgan chog'da kofir bo'lgan bo'ladi, qanday bo'lgan chog'da munofiq bo'lgan bo'ladi. Bizniki qarindoshlarimizniki ko'pinchilari o'ttir yo'l tutamiz deb deydigan qarindoshlar nihoyat ko'p. O'ttir yo'lni Qur'oni Karim nihoyat qattiq cheklaydi ham qattiq ogohlantiradi insonlarning o'zini. O'ttir yo'l tutgan insonlarni Alloh taolo Qur'onda munofiq deb bayon qildi. Bu nima bu anlayotgan odamning nurg'unlari qanday anlaydi bilmaymiz, lekin diqqat qilish lozim bu o'ttir yo'ldan. Bu islomda o'ttir yo'l yo'q. O'ttir yo'l yo'q. O'ttir yo'l tutgan insonlarni shu Qur'onning o'zida la ilaha ulay ve la ilaha ulay muzabzabine beyne zalik degan bir oyat bor-ku. Mush oyatning o'zi nima deydi desa, shu oyatning 5'ida munofiqlar haqida bayon qilib, ya u taraf emas, ya bu taraf emas, o'ttirda qolib qolgan insonlar. Bo'ldi biz o'zi o'ncha yo'la qilib ketmaymiz, bo'ldi halqi o'ttir yo'l tutamiz. Siznikini rostlaymiz, anikini rostlaymiz deb bunda ashunday o'zi o'timiz dunyoda degan insonlarni bo'libmi e'tiqod sohasida, islom sohasida uni Qur'on munofiq deb bayon qilgan. Bundaq ishlarga diqqat qilishimiz lozim. Bu halqi islomga, iymonga chaqchaq qilgan bir masala emas. Gerçi iymonning o'zi halqi ixtiyoriy bo'lsa-mu, ixtiyoriy narsa samimiy bo'lishi kerak. Buni men
Anı kögen çağda mandagarak dep koyay. Balki munafiqning bir gep var, nimenin özde sörbaqaring beşide bar. Sizlarni qaşınglagan çağda amenna dep sizlarga o'xshashli biz nima ishondik deydi. Halqi o'ziniki ozg'unlarni qashiga kelgan chog'da biz sizlar bilan birga Allah'ını biz aldab qo'yyapmiz deydi. Bu o'zi shaytonning munofiqlarning qilgan ishi. Bundaq ishlardan diqqat qilishimiz lozim bundaq ishlarga. Jon qarindoshlarimizga bu sohada eg'ir gap hamda munofiq degan gapning o'zi nihoyat eg'ir gap. O'zimizda shundaq bir illat bo'lib qolgan bo'lsa, illatning o'zini yo'q qilishimiz lozim. To'xtaya bu bo'lmaydigan ish ekan. Men zodi yo daryoning u chetiga o'tay, yo bu chetiga o'tay, daryoga men chat kelib beputim atraf turmusin. Deydigan bundaq bo'lish lozim. Bir gap bor, bizlar ikki kemiga dastlab turgan odamni chatirib nima qilib deydigancha. Bundaq bo'lmaslik lozim yani. Allah razı olsun. Ya ashta qildim inshaalloh bu asosli qilib maqsadga biz yetgan bo'ldik. Ana mandan keyin shu haqiqiy shu Qur'onni tushunib sizlar qanday tarjima qildilar, boshqa ustozlar qanday tarjima qildi. Aslida qaysi tarjima to'g'rimdi-ku? O'sha menda 3 tal tarjima bor hozir mana. O'sha Mehmet Yusuf Qarimniki, onodagi nima Mehmet Sadi Damollamning Anas Hajimniki 3ning tarjimasi bor. Asosan o'sha 3 tal tarjima nima endi men Örümçide siyasi kengash tarjima qilingan tarjima u yo'q-ku. Uni biroz yaxshi tarjima qilibdi ekan. Ba'zi yerlarni ko'rdim hamda hammasi ashtaqim bilmayman. Lekin bu yerda bizni tutgan prinsip nima degan vaqtida Qur'onni Qur'on bilan tushunish, hech bir zaman atrofdagi muhitga asosan tushunish va kaza emas bo'lganligi hech bir yerda yani bir payg'ambar yoki bir insonga ergishish degan bir narsani asos qilish emas. Qur'onga ergishishni asos qilgan holda shunday tushuncha hosil qilib keldik. Qur'onning o'zi tarjima qilgan vaqtida nimalqi İhdina sıratel mustaqim sıratel lezine enamte aleyhim deganning o'zigimi sen in'om qilganlarniki yo'lga sog'in, ya'ni nimaniki nabiylarniki, solihinlarniki, shuhadolarning yo'lga sog'in deb degan bo'lib deb ayndaq tarjima qilgan ishlimi bor ekan. Bu nihoyat bir xato bir tarjima, chunki hech qanday bir yerda payg'ambarning yo'lida mang degan bir narsa mavjud emas. Yoki solihlarniki yoki shuhadolarning yo'lida mang degan bir narsa mavjud emas. Payg'ambarlar, solihlar, shuhadolar mangan, shular asos qilgan Qur'on ko'rsatgan yo'lda mang deydi. Qur'ondagi narsa bu. Yani aşağıda aşağıdaki yerni nihoyatda men jiq yeri ko'rdim. Aşağıdaki yerda en'amte aleyhimde sen in'om qilganlarning yo'liga deb in'om degan u yerda siratel mustaqim, insonga in'om qilgan narsa sirat mustaqim. Sirat mustaqim nima desa Allohning kitobi. Allah'ın kitabının yolda mang degan gap bo'ldi herdeki narsa. Aş yolda manganlarga Alloh taolo in'om qildiganligi va u yo'lda manganlar g'azab kuchirmaydiganligi, ozmaydiganligi haqida o Qur'on uni bayon qiladi. Qisa sen uni bir balda tushib lekin u Qur'ondan tushib, Qur'ondagi yo'lda manganlarning, yo'lda mangan payg'ambarlar bo'lsin, solihlar bo'lsin, ularniki her qanday payg'ambarning Qur'oni Karim zikr qilingan payg'ambarning hammasida tanqidlangan yerlari bor payg'ambarlarniki. Tanqidlanganning o'zi nima degan vaqtda shu payg'ambar xatolik o'tkazganligi uchun tanqidlanganda. Payg'ambar alayhisolamga "Vastagfiruhu innahu kana tawwaba" degan oyatlar bor masalan. Sen Allohga tavba qilib o'zi istig'for, ya'ni kechirim so'ra deydi. Nimaga kechirim so'raydi, nima tavba qiladi? Chunki bir ishni xatolik o'tkazganda uning uchun. Hamda o payg'ambarligiga manga yo'lda mangdiq degan vaqtda shu xatolikni qilmamiz degan gap bo'ldi vaqtida. Ya'ni payg'ambar bo'lsa-mu %99% to'g'ri bo'lsa-mu 1% yerda xatolik o'tkazgan yerlari bor degan gap. Qur'onda o'qisak payg'ambarlar qilgan tanqidlarni ko'rib lekin bu payg'ambarlar shu vaqtda xatolik o'tkazganda deb tushunsak bo'ladi. O payg'ambarlar ish bir zaman o'zi nima xatolik o'tkazgan emas deb tushunilish uni insonlikdan chiqqanlik bo'ladi vaqtida. O
Bu peygamberimiz insan bo'lgandan keyin uni da xatolik o'tgan. Buni bundaq tushunishimiz lozim. Ham Qur'ondagi shundaq nurg'ulg'an mushtaq yerdagi oyatlar va uningdagi nurg'ul atalg'ilari xato tarjima qilingan yerlar va Şoň bu Qur'ondagi şundaq yerlarni bu kitob chiqish orliqda xalqimiz bir qatim ko'rib chiqsak, inshaalloh uningdan yana nurg'ulg'an mustad izlayotgan qarindoshlarimiz o'sida bizga nurg'ulg'an yordamlar tegib, uning ichida bizniki esimiz kelmagan nurg'un foydani biz olamizmi bilmaymiz. Shuning uchun aş sahada bu 4-5-6 dersini qıvatsak, bundan aş sahaga ötkelsek, bir baştan tutup, her qatimda qısqa qılıp, yarım saat ya 1 saat bola. Enda qılıp qısaq boldu dep oylayman. Mayli, ish qilib yana boshqa shu bizning programda ko'rayotgan qarindoshlarning talablari bo'lishi mumkin. Mening kallamda hozir kelgan narsa masalan Qur'onda 114 sure bor, shundaymi ya? 114 sureninki her bir sure asosli nima mazmun bor bo'lishi. Biz bundan qanday darslarni ola olamiz? Qaysi mazmunga aloqador bir narsa izlagan chog'da qaysi surga qaraymiz yoki-chi? Ba'zisi o'qirsak, shu unda noto'g'rilik mayada bor deb darhol topa olamizda. To'g'ri. Kallamizda iliq bir narsa bo'ladi. Shunga o'xshash. Uningdagi yana burunma bir darslar bo'lganda yana Qur'ondagi qissalar to'g'riliqchi, masalan, ayrim her bir payg'ambarning qissasini nima qilsa 25 payg'ambarning ismi o'tgan bo'lsa Qur'on Karimda, shu bo'yicha her bir payg'ambarning qissasidan qanday dars olamiz, buni hayotimiz qanday tatbiqlaymiz. Ish qilib o'rganamiz desak, o bekchiq keladimi-chi? To'g'ri. Mesela Esmail Husna degan darslarni qildi boshqa ustozlar. Shunga o'xshash jiqimdi u. Biz agar yo'lga chiqib olsak, inshaalloh endi biz yana bu muvaffaqiyat yoki başarı amaçlı emas nima deymiz ma'lum bir nimaga yetib olish uchun emas, maqsad biz shu davom qilamiz. To'g'ri bir narsani yetkazib olishizlar. Hem o'zimizmi o'rganishda ham shu jarayonda. Albatta. Hozirchilik bu bizning qarindoshlarimizni ichida fikr qatnashgan qarindoshlarimiz bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Ba'zan yomon ig'ir tanqidlar bo'ldi. Tanqid emas, haqoratlar bo'ldi. Ham haqoratlarning bir qismlaridan biz foydalangan bo'ldik. Chunki u haqorat qilingan vaqtda uning bir qism ochiq yerlari bo'lsa-mu, ammo ba'zi yerda to'xtab turib, o'zini qanday nima qilishimiz kerak deb o'tirib, uningda ba'zi bir tajribalarga ega bo'lgan bo'ldik hamda. Şu haqorat qilgan qarindoshlarimizni Alloh rozi bo'lsin deymiz, ham boshqa bir gap qilishga hojat yo'q. Shuningga hamda 100ga bormisimi, yo 100ga berib qolam bilmayman. Programma yana bir 2 oygacha tugaydi deb o'ylayman. Uningdan keyin bu o'tgandagi Ahmadjon Osmon bilan qilgan suhbatda palon oyatni bir tarjima qilib bergan bo'lsa deydi. Meni ba'zanlar tarjima qila olmaydi deb o'ylab qolgan o'sha tarjima qila olmayman men uni. Nihoyat go'zal tarjima qiliqliq men. Ammo Qur'onni shunday tarjima qilib, uni tushunib, misol Qur'onda nurg'uya deb oyatlar va uni shu bo'yicha labza holatda tarjima qilib qo'yiqliq. Ammo uni bu yerda oyatniki nimasi? Oyatniki oyatlar, yani boshqa yerdagi bir oyatni aytib turib, bu oyatniki asosan buningdagi o'zi maqsad mandaq, buni tushunchasi mandaq deb bundaq tushundirsak, xalqimizga nihoyatda yaxshi bir tushuncha paydo bo'ldi, ham kallasidan o'tadigan amaliyotga uyg'un bir tushuncha paydo bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun Qur'onni shu beboshdan tutsak, u bek uzoq vaqt ketmaydi mencha. Endi Qur'on nima hikmatni o'rgatdi, Qur'on hikmatni berdi deb oyatlar bormi? Asli shu Qur'onning o'zida hamda oyatlar bilan tafsir qilish,
ayetlerle bağlap düşünüyor şunda mı ya? He. Hikmet metodu da Süleymaniye Vakfı'nınki Hmm. aşına da ataydamışım. Hmm. Ama o Muhammed Okyan Ustaz o şu ayetlerini tefsir kılıp bir ders sözlese bir yarım saat ya 2 saat barıdı. Aran şu bir ayet alakadar başka ayetlerini nime kılıp Hmm. ayda gelecek nersini sözlep işte. O yolga çıkkandan keyin inşallah. Doğru. Bizim belki maçta kıp kalamız. Mesela Musa Aleyhisselam'ın vakayla çıkmaz. Bütün Musa Aleyhisselam'a münasebetlik. Beni İsrail münasebetlik ayetlerin hemmasını yığıp kelip bir Hmm, bir katım ders kılsak, ondaklar tekin bek güzel oldu onda dersler. doğru. He. Bir meslik yoki bir oyatga xatamallohu ala qulubihim degan o'sha bir oyatni tushuntirmoqchi bo'lsak kofirlar haqida shuni Hmm, munosabatli butun oyatni yig'ib kelib bir qatim xuloslasak u bir hmm, ajoyib yaxshi bir xulosa chiqadi ham hmm, qur'onniki maqsadi insonlarga yetgan bo'ladi hmm. yana tarafdan u qoyil qilarliq amaliyotga uyg'un bir ma'no chiqadi ya'nichu Yeni bir şey usulü güneleydi de hakçı. usul o'g'ina oladi Usulü güneleydi en mühim nersi şöyle ki. ha Yani ki usulsüzlük diye bir gap var gene de. hmm. Usul bolsa ondaki inşallah e, yaxşı neticeler gelişimizde. inshaalloh Meylanda olsa Ahmetcan kardeşimizin ki başka sual yok ki. Ama lakin bizim şu programla kırınımızdan şu ekranda üçümüz birlikte bağlan şu başka musafirlerimiz karadan ait yaxşı yekünlerini kılıp hem de Uygur tarixi da Uygur halkının azık nimesinden de bir devir bölgüç bir nime boldu dep işte tariflaptı Allah razı olsun o kardeşimiz Hmm. rahmet ettiğimiz ama asan ılıkı nime kımmedi köp japalarına tattı köp başkalarına onu mesela uçurdu mi için zerbisilge uçurdu şunda olsun mu davamlaştırıp maldı kardeşimizin rahmet ettiğimiz silgimüşüm inşallah davamlaştırımız biz Allah olsa 2 saatlik Kur'an'da Nezer programımızdan 93. sanda başka bir yeni team bilen görüşümüz kadarlı qarindaşlar. Bugünçe Mişe'de tamam buldu 92. bölüm. Allah razı olsun anlamadım. Oldu Allah'a emanet. Ma qılamsa Allah'a emanet.